Qizlar, bunaqa Dior komplekti lyuksli modelini hali hech qayerda uchratmagansilar. Ancha vaqt kutildi bu modeli kelishini. Hamma yog'ida prям probasi bor bo'lgan modelimdan yetib keldi qizlarjonlar. Ingichka italyanskiy tillardan umuman farq qilmaydigan model keldi, ko'rasizlarmi? Yonib turishlarini ko'rasizlarmi qizlarjonlar? Uzuvlarning ichigacha yetkazilib proba, zirelarning ichigacha даже yetkazilib proba urilgan bo'ladi qizlarjonlar. Qo'lon deysam, qo'lon ichida ham, brasletda ham qaranglar, endi men sizlarga detalni ko'rsataman. Umuman tilidan farq qilmasligini ko'rasizlarmi qizlarjonlar? Idealni просто sifat. Endi qaranglar qizlar. Buni sovg'agami, optimgami, donagami yondiradi-yu, bu ko'rasizlarmi? Brasleti именно o'zi o'yib tushirilgan probali bo'ladi. Qaranglar. Ingichkagina bo'ladi va zastежкасida ichida yetkazilib probasi bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Taqqaninglarda ham даже sarpagami, ko'rasizlarmi? Ingichka. Tillasidan umuman farq qilmaydigan model. Uzuvlarini qaranglar endi qizlar. Ko'rasizlarmi qanaqa modeli keldi qizlar? Buni olmaslik bu o'zi xato. Bu model aniq faqat Ko'p O'zbekistonda topiladi qizlarjonlar. Tez ulguringlar, chunki soni buni unaqa ko'p emas.